Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda Jizzaxda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida ma'lumot beramiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Jizzaxda avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Jarohatlanganlar bor. Jizzax viloyati Paxtakor tumanida 17-aprel kuni avtobus yo'l transport hodisasiga uchrashi oqibatida yo'lovchilar jarohatlandi. Bu haqda viloyat YHXB axborot xizmati xabar berdi. Hodisa Toshkent-Termiz M39 avtomobil yo'lining 957-kilometrida juma kuni soat 06:45 da sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, Nukus Olmaota yo'nalishida harakatlanib ketayotgan yo'lovchi avtobus haydovchisi boshqaruv vaqtida hushyorlikni yo'qotgan. Oqibatda transport vositasi yo'lning ta'mirlash ishlari olib borilayotgan qismidagi yo'lni ajratuvchi beton to'siqqa borib urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olgan fuqarolarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. 4-aprel kuni Jizzax viloyatining Forish tumanida Nexia va Cobalt to'qnashuvidan 5 kishi halok bo'lgandi. Hodisaga Nexia haydovchisining quvib o'tish qoidasini buzgani sabab bo'lgan. Manba daryo.uz sayti.